Davlat oliy ta'lim muassasalarida tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan 4 va 5 bosqich talabalari O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy tibbiyot institutida o'qish imkoniyatiga ega. Piyoda endi davom ettiriladi. Yallig'langan qismi mana mashq qismi yallig'lanib lekin to'liq olishimiz kerak. Mazkur oliy dargohda bakalavriat ta'lim yo'nalishida qo'shinlar tibbiy ta'minotini tashkillashtirish, jangovar jarrohlik patologiyasi, harbiy terapiya va toksikologiya, harbiy gigiyena, epidemiologiya va bioxavfsizlik, taktik tibbiyot kabi mutaxassislik asosida tahsil olish imkoniyatlari mavjud. Qabul jarayonlari 4 bosqichda amalga oshiriladi. Bular: kasbiy saralash, tibbiy ko'rik, jismoniy tayyorgarlik, fundamental hamda klinik fanlardan test sinovlari. Harbiy tibbiyot institutini bakalavriat bosqichini muvaffaqiyatli yakunlagan kursantlarga harbiy vrach bakalavr diplomi va tibbiy xizmat leytenanti unvoni beriladi. Shuningdek, harbiy internatura, klinik ordinatura, magistratura, doktorantura bo'yicha o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Bu yerda tahsil oluvchilar har qanday 5 yulduzli mehmonxonalardan qolishmaydigan yotoqxonalarda oziq-ovqat, moddiy ta'minot, mavsumiy kiyim-kechaklar bilan ta'minlanadi. 6-avlod robotimiz Apollon eng zamonaviy. Maskani ularimiz qanday o'tiradi maska? Nafas yo'lligi. Amaliy dars mashg'ulotlariga 85% e'tibor qaratilgan. Simulyasion o'quv markazida amaliyot bilan birga nazariy bilimlarimizni uyg'unlashtirgan holda zamonaviy texnologiyalarga asoslangan tibbiy bilimlarimizni oshirib kelmoqdamiz. Qizil hududda yanidan bo'lgan jangchini olib chiqib ketishda bir necha xil usullar bor. Men hozir simulyatsiya markazida taktik tibbiy tayyorgarlik bo'yicha jarohatlangan harbiy xizmatchini jang maydonidan sariq zonaga olib amaliyotini bajaryapman. Tibbiyot oliygohlari talabalari uchun ajoyib imkoniyat. Sizda bir vaqtning o'zida ham harbiy, ham shifokor bo'lish istagi bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universitetining Harbiy tibbiyot institutida sizni kutib qolamiz. Batafsil ma'lumotlarni 55 kodi bilan 506 0265 raqamidan olishingiz mumkin.